Savol tug'iladi, sun'iy intellekt umumiy darajaga yetishi mumkinmi o'zi? Ayni paytda barcha yirik kompaniyalar aynan shu maqsadga erishishga intilmoqda, ammo mavjud fikrlar va tadqiqotlar hozirgi sun'iy intellekt modellari bizni bu bosqichga olib chiqa olmasligini ko'rsatmoqda. Umumiy sun'iy intellektga erishish uchun bizga mutlaqo yangicha yondashuvlar kerak. Shunday tizimlar yaratilishi kerakki, ular keng qamrovli va ko'p qirrali bo'lib, muayyan vazifalar uchun maxsus o'qitishga muhtoj bo'lmasin. Ayrim kompaniyalar bunday sun'iy intellekt yaratilishi mutlaqo mumkin deb hisoblaydi va bu faqat vaqt masalasi deb ta'kidlamoqda. Xo'sh, texnologiya rivojini qanday o'lchaymiz? Buning uchun eng mashhur mezonlardan biri Turing testi. U sun'iy intellektning insondek suhbatlasha olish qobiliyatini baholashga xizmat qiladi. Test jarayonida tekshiruvchi ikki taraf bilan suhbatlashadi. Biri inson, ikkinchisi sun'iy intellekt. Agar tekshiruvchi qaysi biri inson, qaysi biri dastur ekanini aniq ayta olsa, demak sun'iy intellekt sinovdan o'ta olmagan bo'ladi. 2024-yil oktyabr holatiga ko'ra hech bir sun'iy intellekt dasturi Turing testidan muvaffaqiyatli o'ta olmagan. Ammo bu marraga yaqinlashib qoldik desak mubolag'a bo'lmaydi.